Obunachilar, assalomu alaykum. Ekran uzoqlashmanglar. Bugun sizlarga zo'r xabarim bor. Husayn kanalida final yaqinlashmoqda. Do'stlar, atigi 7 ta bilet qoldi. Bilet narxi qimmat emas, 100 ming so'm O'zbekiston uchun, Moskva uchun 700 rubl, Qozog'iston uchun esa 5500 tangadan. Jami biletlar soni 5990 ta. Obunachilar, Malibu 2 yutib olishingiz mumkin. Gentra va 3 ta Spark, 5 ta avtomobil final boshlanmoqda. Videoni ko'rayotgan bo'lsangizlar, o'ylanib o'tirmasdan, yaratuvchimizdan so'rab, tavakkal qilinglar, gaziga bosinglar. Ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Hayotimiz tubdan o'zgarib ketishi mumkin. Agar Malibuni yutib olsangiz bor-ku, u 300 million tepasida turadi Malibu bilasiz. Yildan yilga narxi oshadi. Malibuda endi zakslarga, to'ylarga chiqib yurgan mashinalar. Keyin obunachilar, yangiligim bor. Keyingi turga Kia K5 qo'yib bersak, nima deysiz? K5, vodot. GT Line do'stlar bu. 23-yil, 24 kuzov. 24 deb aytiladi. Bunaqasi bo'lmagan. Yana do'stlar, oppoq. O'sha hit bo'lgan svetda do'stlar, Kia K5 avtomobil. Keling, ichini ko'ramiz. Ya bismillah. Mana obunachilar, Kia K5 GT Line bu laminatlarni qildirib qo'yishgan olinmagan mana do'stlar. Bosinglar. Nima deysiz? Keyingi turga Kia K5 bo'lsin desangizlar, tamom. Mana shu mashinani bosib o'ramiz. GT Line Kia K5 avtomobili. Inshaalloh do'stlar, shunaqangi zo'r avtomobillarni yutib olishingiz mumkin Husayn kanalida. Uzoqlashmanglar. Videoni ko'rayotgan har bitta obunachimiz tavakkal qilishdan qo'rqmasa, inshaalloh butun yurtdoshlarimizni, mana ko'rayotgan obunachilarimizni mashinani qilamiz. Men yaratuvchimizdan so'raganman va ko'p aytaman videolarda ham. Hamma obunachilarimizni mashinani qilaman deganman. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, tamom, siz mashina yutdingiz degani. Uzoqlashmanglar do'stlar. Kia K5 keyingi turga xo'p desangizlar, kommentariyaga yozib ketinglar. Kia K5 deb yozib ketinglar. Agarda kim Kia K5 so'zini ko'p yozsa, qanchalik ko'p yozsa, shunga $100 kartasiga tashab beraman. Yangi yilga Husayn kanalidan sovg'a deb bilasiz. Kommentariyaga xullas Kia K5 deb bosib yuboringlar. Nima deysiz? Bo'ladimi? Voydod, yorib olishini. 7 ta bilet bor. Hozir uspet qilasiz. Tez yozinglar ekrandagi nomerga. Final boshlanmoqda. Finalni birgalikda chiroyli qilib o'tkazamiz. Bosinglar gaziga.